Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugungi temamiz Amerika Xitoy bilan dushmanlashib qolandi. Xitoyni parchalandi degan tema. Bu temani biroz ilgari surib qoldik. Asli buning navbati emasdi. Tashkilotlanish haqida so'zlamoqchi bo'lgan. Buning sababi bununla münasebetlik ikki savol bor. Birisi Amerika'nın Xitoyni parchalaydiganligi haqidagi mulohazalar va bununla mening qanday qaraydiganligim haqidagi savol. Yana bir savol Amerika bilan Xitoy dunyoning super kuchi, odatdan tashqari kuchi bo'lish jihatda raqobatlashadiganligi va bu raqobat uchun Amerikaning Xitoyni parchalaydiganligi haqidagi savol. Bir-biriga o'xshab ketadigan ikki savol. Amerika Xitoy bilan dushmanlashib qolmandi. Bu masala haqida men ilgari to'xtalgan esimda qilishcha. Sharq Turkiston mustaqillik harakati va Amerikaning tutumi degan bir maqola bu kitobda bor ekan. Buni 10 yilga yaqin vaqtning oldida debdikanman. Buningdagi asosiy muqam o'zgarmadi. Ama dünyanın şartlarının özgürüşüge ergişip, mulohazalarda özgürüş olduğanlıqını esingizga solib qo'yay. Bir mulohaza menga puterab turishi notayin. Çünkü dünyanın şartları özgürüp turdi. Kuch nuqtalarının şartları özgürüp turdi, munosabatlar özgürüp turdi. Shundaqla kuch nuqtalarının yeni planlar o'tirg'i chiqadi. Ilgari o'tirg'i chiqmagan planlari. Bir mulohaza uchun kerakli bo'ladigan nurg'un omillar bor. Kuch nuqtalarining munosabatlari, manfaat to'qinishlari va ularning dunyoda tutgan o'rni, iqtisodiy kuchi, harbiy kuchi va kelgusi plani. Shundaqla ma'lum rayonning strategik o'rni, u yerdagi boylik. Yani bu baylık degan vaqtda strategik baylıklar. Nefet, uran, altın ve kelgüsünün yakılgısı olan bor qatarlıq. Bunda şartlarının özgürüşüge ergişip mulohazanın to'g'ri xatoligida o'zgarish bo'ladi. Shunlashqa agar muhim shartlardan birisi o'zgarsa, u holda bir mulohazaning asosiy muqomi o'zgaradi. Agar muhim shartlar o'zgarmasa va o'xshash shartlar burunqiga qaraganda rivojlangan bo'lsa, burunqi xulosa, burunqi mulohaza yangi kuchga ega bo'ladi, ammo uning yanlariga boshqa qo'shimchalar qo'shilishi mumkin. O tilga ilingan kitobda men Amerika bilan Xitoyning dushmanlashib qolmaydiganligini o'tirib qo'ygan. Xitoy bilan Amerika dushmanlashmagan avval aslida Sharq Turkiston mustaqillik harakatiga Amerika'nın hech qachon yordam bermaydiganligini muayyanlashtirgan.
Endi növbetde Xitoyni parchalaydi. Agar Amerika xohlasa, Sharqi Turkiston xalqini qurollantiradi degan gaplar o'tirdi. Vaqtiki muloyizalar bor. Endi men oldingi suhbatda va uning oldidagi suhbatlarda psixologiyaga oid mazmunlarni deb o'tdim. İnsan o'zi yaxshi ko'radigan xabarga tezroq ishonadiganligi. Ya'ni insonning yoshirin engida bir moyillik qilib bo'ladi. Bir sxema bo'ladi yani. Ramka bo'ladi deyni. Qilib desek de ham yaxshi ekan yana. Bu qilibqa uyg'un kelgan xabar, uyg'un kelgan muloyizalar tez qabul qilindi. Ve ishonadi onunga. Onunga qarshi bo'lganlari, u qilibqa qarshi bo'lganlari ve gumaniy qaraydi. Eng insof qilganlar gumaniy qaraydi. Angliq, ilmiy adam bo'lgan bo'lsa, u bunga gumaniy qaraydi. Odatdagi odamlar derhal shu yerda qarash chiqadi hatto. Bu insonning psixikasi. Öz sözümüzge kelsak, kelgusida Amerika Xitoy dushmanlashib qilish ehtimoli bormi? Biz oldi bilan kichkina tarixni eslab o'taylik. Chunki tarix omili, tarixdagi davlatlar munosabati muloyizada yana bir aynak rol o'ynaydi. Çünkü tarix takarrur etadi degan bir nazariya var. Şununla asasen tarix tekrarlanishi mumkin. Tarixning hamma ujur-bujur emas. Shundoq asosan mazmun tekrarlanishi mumkin. Amerika 2. Dünya urushi mezgilida Xitoyga yordam berib, Xitoylarning munqarz bo'lmay puttirab turishiga sabab bo'lgan edi. Bilisizlar, 2. Dünya urushida Yaponlar Xitoylarning bütün deniz bo'yi rayollarini ishg'ol qilib bo'lgan. Shunlashqa poytaxtini Nanjingdan Chongqingga ko'chirgan. Yani poytaxtni ko'chirishga majbur bo'lgan bir vaziyatda ve ichki quruqlikqa qapsilib qolgan bir vaziyatda. Soğuk münasebetler urushi davrida sirtqi qarta ishiklarini dumlab olgan Xitoyning ishkini chekib, uni zo'rlab degidek dunyoning siyosiy sahnasiga elib chiqib, muhim rol taklif qildi. Amerika qildi buni. Kissingerning kelganligining xabaring bor. 71-yilda tunji qatim Xitoyning ishkini Kissinger ochdi. Xitoy 20 necha qatim keldi. Xabar qilingani, xabar qilinmagan ular. Xitoylar. Xitoyning ishkini ochdi, zo'lab. Onu zo'lab degidek dunyoning siyosiy sahnasiga elib chiqib, muhim rol taklif qildi. Rol. Buni odatdagi a'zo emas, bir rolga taklif qilyapti. Nimaga? Birlashgan Millatlar Tashkilotida Xitoy yo'q. Tayvanning vakili var. Amerika Tayvanning vakilini chekindirib, Xitoyni ekkirib, 5 doimiy hay'atning biri qildi. Xitoyning iqtisodiy islohoti boshlanishi bilanla yana Amerika boshchiligidagi g'arb Xitoyga ko'plab mablag' solib, Xitoyning bugünkidek dunyoning eng oldingi iqtisodiy kuchidan biri bo'lib qolishiga sabab bo'ldi. Buni mi bilasizlar? Endi biraz tafsilotga kelaylik. 2. Dünya urushida Amerika Yaponga qarshi ittifoqdosh qilish ehtiyoji uchun Xitoyga yordam bergan bo'lsa, sovuq munosabatlar urushi davrida Sovetga qarshi sharq tarafda bir front barpo qilish,
Bu orqali Sovet ittifoqini G'arb va Sharqdan iskanjaga elish ehtiyoji uchun Xitoyni ot qilib ishiltish. Bu shaxmatdagi ot. Amerika manfaatlarining taqozosi bo'lib qolgan edi. Nima uchun ot qilib ishiltidi? Agar u pechka bo'lsa, u Sovetga qarshi qo'yg'ili bo'lmaydi uni. Bek aciz kelib qoladi. Shuning uchun biroz kuchaytirmak lozim Xitoyni. Sovet ittifoqi bek kuchli. Xitoy bek aciz bo'lg'achqa Xitoyni ma'lum darajada kuchaytirib, undan Sovetga qarshi qo'ymasa, kuch tampongligidagi farq tufayli bundaq bir kozurning roli bo'lmaydi. Shunga Amerika Xitoyni kuchaytirishga majbur bo'lgan edi. Gerçi Sovet ittifoqi yemirilgan bo'lsa-mu, Sovet miroslarga varislik qilayotgan Rossiya bugungi kunda yanada Amerikaning yo'liga tutlasha oladigan birdan bir kuchli davlatning o'rnidan qolgani yo'q. Amerikaliklarning nazarida shunday. Amerikaliklar Xitoyni emas, Rossiyani raqobatchi deb tanıydı. Bugunmi? Demak, Xitoyning tarixdagi Sovetga qarshi ko'zir bo'lish roli bugun Rossiyaga qarshi ko'zir bo'lishga o'zgardi. Xolos. Shunga Amerika yanada Xitoyga ehtiyojli. Bu nuqtada Amerikaning eng oldin qatordagi siyosat tadqiqotchilari, siyosiy jug'rofiya olimlari, strategiya mutaxassislarining birlikka kelgan qarashi bo'yicha Amerika Xitoy bilan dushmanlashmasligi kerak. Agar Amerika Xitoy bilan dushmanlashsa, Amerikaning Jiroq Sharqdagi, ya'ni G'arbiy Tinch okean rayonidagi, endi China Sharqiy Janubiy Osiyodagi manfaatlari ziyonga uchraydi deb qarashmoqda. Yana ba'zi amerikalik siyosiy muloyislarning qarashicha, agar Rossiya omili o'tirdan qolgan, zararsiz holga kelgan taqdirdami, Amerika yanada Xitoyga ehtiyojli bo'lib qolaverdi ekan. Chunki keyingi 100 yil ichida Yaponiya Amerika bo'yinturuqini cho'rib tashlashga urindi ekan. Chunki Yaponiyada hozirgacha Amerika armiyasi bor. Ikkinchi dunyo urushidagi ishg'ol kuchlari simvollik holda hozirmi mavjudligini davom qilyapti Yaponiyada. Bu Yaponiyadek qo'lulib bakmagan aman dunyodagi bir cho'ng kuch bo'lib yashab kelgan bir millat uchun bir haqoratdir u. Boshqa bir davlatning armiyasining bo'lishi. Buningga bir kun, 2 kun taqat qilinishi mumkin. Mangu taqat qilinmaydi. Bizga o'xshamaydi u millatlar. Agar Yaponiya Amerikaning bo'yinturuqini cho'rib tashlashga urinsa, bu holdami Amerikaliklar Xitoylarni Yaponiyaga qarshi ko'zir qilib qo'llanishga ehtiyojli bo'ladi ekan. Xulos kalam. Amerika kuchli, xavfli bir Xitoyga, bo'linmagan, birlikka kelgan bir Xitoyga ehtiyojli. Amerikaning G'arbiy Tinch okean rayonidagi mavjudligi Xitoylarning birlik, tinchlik va kuchligiga bog'liq. Amerika Ikkinchi dunyo urushida Xitoyning dengiz bo'yi rayonlari butunlay Yaponiya tarafidan ishg'ol qilinganligi uchun Xitoyga beriladigan yordamlarni Burma sahillariga to'shidi. Va bu Burma sahillaridan to'shilgan yordamni Xitoyga yetkazish uchun Yunnan Burma tosh yo'lini yasadi. Tosh yo'lni Amerikaliklar yasadi. Tabiiyki Xitoyning qora kuchi Amerikaning mablag'i va texnikasi bilan. Burma Xitoy tosh yo'li mana shunda barliqqa kelgan. Ve bir yerde Amerika'nın yardımı bilen puttirab turgan Xitoylar. Endi soğuk münasebetler urushida
Sovet Xitay düşmanligi 70. yıllardan başlardan başlap 70. yıllarning ahirlarigacha aralıqda intayin küçeygen. Biz urushga tayyorlik qilish uchun joy-joylarda ishdan ayrilgan ba'zi guruhlar yer osti yo'li ko'laydigan ish vaqti. Buni eslayalaysizlar, hamma yerda yer osti yo'li ko'lagan. Sovetning tajovuziga tayyorlik qilish uchun. Bu chaqdimi Amerika Sovetga qarshi bir bayonot e'lon qilib, agar sening bir bombang Xitoy territoriyasida portlasa, biz Moskvani bombalaymiz deb ta'did silib, Xitoyni qutqizib qolgan ikkinchi qitimliq qutqizib qolishi bu. Xitoyni dunyodagi eng chong iqtisodiy kuch qilib o'tirg'i chiqarishdimi Amerika boshchiligidagi G'arbning mablag'i rol o'ynadi. Dunyodagi eng chong şirketler, en danlıq markalarning Xitoyda yasab, texnik ko'p foydalanish uchun Xitoyning azon emgak kuchidan foydalanib, texnik ko'p foydalanish uchun Xitoyga mablag' soldi, Xitoyni iqtisodiy jihatdan qad ko'targizdi. Bu 3-chi qatimliq qutqizib olish bu Xitoyni. Endi bugungi kunga kelganda Xitoy Amerika uchun hem siyasi stratejiya jihatdan yuqorida deb o'tdik buni. Sovet Rossiya tahdidiga qarshi yoki kelgusida Yaponiyaning bosh ko'tarishiga qarshi kuzur rolini davom qiladi. Buning uchun Amerika Xitoyning parchalanishini, bo'linishini, ojizlashishini xohlamaydi. Texmi muhim sababi Amerika davlatining hokimiyat qatlamini belgilaydigan, Amerika siyosatini belgilaydigan kuchlik sinf, kapitalistlar sinfi Xitoyga mablag' selag'ilay. U yerda nurg'un boyligi bor. U yerda pul tepayotidi. Agar Amerika Xitoyni parchalayman birmi desa, u pul tepish to'xtaydi. Uning uchun Amerika kuchlik, xavfli bir Xitoyga, bo'linmagan, birlikka kelgan bir Xitoyga ehtiyojli. Amerika'nın G'arbida Okean rayonidagi mavjudligi Xitoylarning birlik, tinchlik va kuchligiga bog'liq. Bir kuchli Xitoy qo'shnilari bo'lgan davlat va rayonlarga tahdid unsuri bo'lgandilar. Ya'ni bir kuchli Xitoy qo'shnilari bo'lgan davlat va rayonlarga tahdid unsuri bo'lgandilar. Amerikaning homiyligi, qo'g'dishi bir aka bo'lib turishi zaruriyatga aylandi. O'tirdi bir kuchli Xitoy bo'lgan chog'da. Bu Xitoydan qo'rqib, bu kichik davlatlar, G'arbiy Tinch okean rayonidagi kichik davlatlar va rayonlar bir akaga ehtiyojli bo'ladi. Bir kuchli Xitoy Tayvanni qo'rqitdi, masalan. Va Tayvan o'z kuchiga tayanib Xitoyga taqobil kelolmaydigan bo'lganligi uchun Amerikaning qo'g'dishi, homiyligi zaruriyat bo'ladi. Kuchlik va parchalanmagan Xitoy cho'ng davlati bo'lgandilar, Yaponiyadagi Amerika mavjudligi zaruriyat bo'lib qoldi. Shundaqla Janubiy Koreyaning Amerikani bir qo'g'diguchi homiy deb bilishi uchun kuchlik bir Xitoy omili shartdir. Qisqasi Amerikaning G'arbiy Tinch okeanidagi mavjudligini qonuniylashtirgan omil Xitoy omilidir. Xuddi o'tmishda bo'lganidek Rossiya Xitoy dushmanlashishi kelgusida cho'qim takrorlandi. Bu holda
kuchlik bir Xitoy bo'lmagan ahvol ostida bu rayondagi tangpungliq buzilib, Rossiya Amerikaning nüfuz rayonlarini tahdid etishi mumkin. Parçalangan, acizlaşkan bir Xitoy o'tirg'i chiqqanda Amerikaning homiyligida bexatarligini saqlayotgan davlat va rayonlar uchun Amerikaning keragi qolmaydi. O chaqda Amerika bir homiydan ishg'olchiga aylandi. Yani bu devlet ve rayonlar Amerika'nı hami sifatida ko'maydigan bo'ladi. Cüret qilolganlari Amerikaga xayri xo'sh deyishi mumkin. Cüret qilolmaganlari Amerikaga chiqib ketish haqida besim qilolmadi deyilgandimi. Qarashlari o'zgarib, uni ishg'oliyatchi sifatida ko'rishga boshlaydi. Bu demak bir surkilishning asosi Amerika uchun aytganda bosh og'rig'i demakdir. Bundan başka iqtisodiy foyda Amerikaning Xitoyni ajizlashtiradigan har qanday bir harakatda bo'lmishida texmi unumli bir unsurdur. Ko'pchilikka ma'lum bo'lganidek, bugun g'arbdagi davlat alqıgan cho'ng shirkatlarning, dangliq markalarni ishlab chiqarayotgan shirkatlarning hammasining Xitoyda sho'b zavodlari, korxonalari bor. Azamga kuchidan foydalanib ishlab chiqarilgan mahsulotlar orqali həsilləb faydalanayotgan kapitalistlar Xitoy qalayimqonlashsa bu foydalardan emas, sağlam məbləğlərdən qurgan zavodlardan ziyon tortadi. Bundaq ziyon bo'ladigan ishqa kapitalistlar rozi bo'lmaydiganligi aniq. Undaq ekan qaror chiqarish huquqi bo'lmagan, sarxil oilalarning sarmoyadorlarning qo'chqi bo'lgan Amerika hukumati ularning irodasiga qarshi oldi. İdeologiyalar için, quruq şuvarlar için bundaq bir qarorga kelishi mumkinmi? Men yuqorida ko'rsatdim bu kitobda tilg'ilingan bir maqolada Zebgenev Brzezinskining qarashlarini naql qilgan edim. Bilisizlar, qachon ko'p kitob o'qiydigan qarindoshlarim. Zebgenev Brzezinski Harvard universitetining siyosat ilmlari professori, shundaqla Amerikaning davrida prezident katib için, Carter için siyaset maslahatchisi bo'lgan adam. Zevgini Brzezinskining qarashlarida Xitoyning rayon zo'mgarligiga ko'z yumish orqali uning cho'ng davlatlik g'ururini az to'la qanoatlantirish, ta'pilash, millatchiligining o'tkir qirlarini yumishtish, uni bir az bo'lsa-mu deganimni qila oldim deydigan qanoatga keltirib, cho'nglik xumarini az to'la besishning Amerika uchun foydali bo'lganligi ogohlantirildi. G'arbiy Tinch okean rayonida Xitoylar bilan bo'lgan har qanday to'qnashishning Amerika uchun intayin ziyonli ekanligini qayta ogohlantirdi. Ammo ba'zi hissiyotga berilgan mulohazalarda Amerikaning Xitoyni parchalaydiganligi, agar xohlasa Uyg'urlarni qurollantira oladiganligi qatorliq mazmunlarni xalqimizning tezlik qabul qilishi va buning ishonishi yuqorida deganimdek inson psixikasidagi mayillik qalbiga munosabatlidir. Ya'ni burungi so'zlarimda deb o'tganimdek insonning ko'nglida bir xil mayillik qalbi yoki mayillik sxemasi bo'ladi. Anlaganları bunun uygun bo'lganda nayt tezlik qabul qiladi. Ishonadi. Yani inson o'zi anglashni yoqtiradigan mazmunni tezlik qabul qiladi. Bunda xabar yoki mulohazalarga ishonishimizning sababi ana shu mayillik qalbidan kelib chiqqandir. Yuqorida bayon qilingan sabablar kelgusi 100 yil ichida eng az degandimi kelgusi 50 yil ichida Amerika Xitoy munosabatlarining izchil hamkorlik munosabati bo'lganligini ko'rsatmoqda. U holda Xitoy Amerika munosabati dushmanlikka aylanmagan ahvolda Amerikaning Uyg'urlarga haqiqiy turda yordam berishi mumkinmidi?
Eğer mümkün değilse bu qandaq sebepten buluşu mümkün? Bunun asas qilgan mantiqisi nima bo'lishi mumkin? Savollarni mana bu taklifda qo'ysanglar bo'ladi. Masalani tushunishda mana shunday savollarni qo'yib, tamoman hissiyotdan irg'dalgan holda aql va mantiqiga tayanib javob izlasak, ondan to'g'ri yakunni topa olamiz. Deyilayotgan yoki kutilayotganlarning aksicha, xuddi tarixda bo'lganidek, Xitoy Yaponiya munosabatlarining dushmanlikka aylanish ehtimolligi texmi aqlga yotadi. Xitoylar yangi Ipak yo'li qurilishi, bir yo'l, bir belbog', energiya yo'llarini qo'g'dash ehtiyoji va tarixdan kelayotgan Xitoy kollektiv yoshirini endi xamallangan istaklarining daydayga selishi bilan mutlaq turda O'rta Osiyoga kengayishni planlamoqda. Bu eng az degandimi O'rta Osiyo rayonlarida harbiy baza qurishni jiddiy taqozo qiladigan planlardir. Bu sebep bilan Rossiyaning an'anaviy nüfuz rayonlarida bir to'qinishning bixi kundan kunga ko'zib ko'rinmoqda. İkinci tarafdan Uzaq Sibiriya, Rossiyaning uzoq sharqida Vladivostok qatorliq, Vladivostokdan shimolda toki Saxalingacha jiddiy ortayotgan Xitoy ko'chman nüfus tufayli Xitoy Rossiya orasida muqarrar chiqishi ko'zlanayotgan rayon xarakterli issiq surkilishmi ko'z yumishga bo'lmaydigan bir reallik bo'lib, Rossiya O'rta Osiyo nüfuz rayonidan yoki o'zining uzoq sharqdagi tuproqlaridan voz kechishdan iborat. Her ikkisi Ruslar uchun milliy or-nomus darajasidagi tanlashga to'g'ri kelganda, Rossiya her ikkisidan voz kechmasdan Xitoylarni niyatlaridan yenishga qistaydigan bir yo'lga muhtoj bo'lishi cho'qim. Bu birdan bir yo'l Uyg'urlarni, Mo'ng'ullarni kuchkirtish. Xuddi 40-yillarda bo'lgandek bir mustaqillik urush keltirib chiqarish bo'lishi cho'qim. Xitoylarning Uyg'urlarni yo'qotishga birdilla aldirishi. Xitoylar 2000-yildan keyin milliy siyosatida bir burilish nuqtasi yasadi. Xabaringlar, o'tir maktablarda Xitoycha o'qitishni jiddiylashtirdi. 2009-yildagi 5-iyul Urumchi qatliamidan keyin Xitoy yana bir burilish yasadi milliy siyosatida. Yani tamamen yo'q qilishga, yani buni burunqi uslublari bo'yicha asta Xitoy uslubiga ko'ra Harvard toshqin oladigan xarakterga uyg'un holda asta tuyulmasdan yo'qotishdan iborat uzoq yillik planni birdilla o'zgartdi Xitoylar. O'zgartib hamma tarafdan ma'naviy va jismoniy jihatdan yo'qotishni tezlashtirdi va buni qisqa muddatda amalga oshirishni kun tartibga qo'ydi. Xitoylarning Uyg'urlarni yo'qotishga birdilla aldirishi, Xitoylarning niyati azaldilla shundoq bo'lishiga qaramay, bugünkidek bundoq oshkora qonliq zo'rliq yo'li bilan emas, asta yo'qotish kerak edi. Harvard toshqan oladigan taktika bilan. Bunisi Xitoylarning milliy xarakteriga, milliy uslubiga uyg'un edi. Shunda asta mamandilay deydi emas Xitoylar. Xitoylar planlarini rasmiy ishga oshirishga qadam bosgan chog'ida o'ziga qarshi ko'zur bo'lish ehtimolligini mavjudlikdan qoldirib etmasa bo'lmaydiganligini ko'rib yetdi. Agar Xitoy O'rta Osiyoga qartilgan planlarni o'rinlashga kirishgan vaqtida ve Rossiya bilan arasida sürkülüş chiqqan vaqtda Uyg'urlar u yerda mavjudlan bo'lsa, Rossiyaning buningdan foydalanadiganligini ko'rib yetdi Xitoylar. Uning uchun u zamonga qadar Uyg'urlarni tugitib bo'lishni jiddiy kun tartibga keltirdi. Bundan boshqa Rossiya ana shu tarixiy davr yetib kelganda Uyg'urlarni emas, Mo'ng'ullarni kuch kiritishi mumkin. İç tarafta Moğolların küçüklükdek hali yok. Ama taşqi Mongoliya bo'lganligi uchun Moğollar bizga qaraganda texnik kuchlik bir ko'zur bo'lishi mumkin.
Qarindoshlar, bugungi bu so'zimiz müşahada oxirlashdi. Buningga qarshi inkaslaringiz bo'lsa, ya'ni bu aql va mantiqiga uyg'un emas deb qarasanglar, buning mantiqiga uyg'un kelmaydigan yerlari haqida savol so'rasanglar bo'ladi. Va bu bizning suhbatimizni jonlantirishga, texmi kengaytirishga sabab bo'lish bilan birga savollaringizga javob izlash uchun mening texmi qat'iy qilib izlanishimga sabab bo'ladi. Meni texmi olg'a yetaklaysizlar. Shuning uchun savolinglarni kutaman. Mantiqiga uyg'unmi emasmi? Mantiqiga uyg'un bo'lmasa, nari uyg'un emas? Mana bunday so'ranglar. Hammanglarga rahmat.